Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana keyingi ishimiz ham Xudo xolasa hamon bitmoqda. Bu ham Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Paxta qishlog'ida yakunlanmoqda. Bu ham bir o'ziga yarasha bir chiroyli chiqdi. Endi uydagi shu fasldan tanladi. Burchaklari kelishlari mana burchaklarni ham tanishtirib o'tamiz. Aynan bitta tashib berganmiz mana. Yuzadagi ko'pchilik tuyalar dedi mana shu holatga keltirib ketyapmiz. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib. Betimizni ichiga rombik teriladi. Betlarni bitganda ko'rsataman. Xudo xolasa mana darvozaxonlar hozir. Lekin darvozaxonani boshladi ustalarimiz. Bu ham 0 oqqa 0 mokri bo'ldi. Bo'lyapti hamon. Mana tillarang palasachalari mana. Endi podni qilgani to'g'risi. Jabachizni qilib ketmasin dedikda. Shundan tanlashdi uydagilarim aynan tashib bering dedi. Mana xorilarimiz. Sizlarga podni tanishtirib o'tamiz. Beyimiz shu общий mana darvozaxonani holati. Betimiz kuxna bo'ladi, betimiz bo'linadi mana shu yerdan. Mana shu devorning ratidan bo'linadi mana shunday bo'lib tepada. Bu tomonimiz kuxna bo'lar ekan. Orqa tomonlarda ham Qo'lni uylar atrofi 400 kvadrat atrofida chiqyapti. Bu yerda ham qilib ketay desak yo'q, bu yerda ko'nmaydi, sharpaz dedi. Mana shu yerda qolib ketdi, endi qilib ber desa, bu yerda qilib berishimiz mumkin. Tashqarilarni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Mana darvozaxonani materiallarini bu yerda ham bitganini ko'rsatamiz. Xudo xolasa, bu chekkasi daroshka o'sha alkogol gul aylanmaydi. O'rtalari rumbik, ikkita oyna qo'yib beramiz betga. Betlar Xudo xolasa mana bugundan boshlashdi. Endi 1-2 kunda Xudo xolasa betda ham bitkizdirib sizlarga tanishdi. Mana reykalar har bitta mana shu osmaga reyka qatilib chiqiladi. Kimchilik aytayapti, osma bilan bitirsang ham bo'ladi deydi. Yo'q, biz обязательно aynan reykalar bilan chiroyli qilib bitirib ketamiz. Tashqarilari. Betni ham o'sha betda qilib ketgan ekan. Endi mana shu davesda ham shuna chiroyli qilib berish mumkin dedi. Bo'ldi aka, qo'ldan kelgancha betni ham oxirida qilib ketamiz. Ko'cha holatlari, ponni orqa tomon, ponni kazruklar uy necha metr bo'lsa, hamma narsasini qildik. 400 kvadrat atrofida ketadi. Assalomu alaykum. Hormaylasizlar. Sekin aka. Qolyapsizlarmi, charchamang? Ashitlar ham ponni bitdi. Siz qilyapsizmi akam bunga bo'lmi? Ha, biz qilyapmiz. Bizdan uzoqlashmaymiz. Yana sizlarga o'sha bitganda yana bir qo'yib chiroyli qilib video yozib, darvozaxona bitganda yana bitta yugab tashlaymiz. Sizlar bilan usta Sherxon. Like bosishni unutmanglar.